bizniki deb yashash. Mana shu yerda ota bobomni xoki yotibdi. Agar shu musaffo osmon, mana shu hayot uchun, vatanim uchun men kurashmasam, men jonimni fido qilmasam, yana kim qiladi deb yashaydigan bolani, yigitni, qizimni ko'rsam agar qanot paydo bo'lgandek bo'ladi. Nima deganda, ayni shuni men inson omili deb bilaman. Takror etaman. Men xalqimizga murojaat qilmoqchiman va yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Avvalambor yoshlarimizga, kelajak yoshlarniki. Shuning uchun ertangi kunni kim uchun quryapmiz? Sizlar uchun quryapmiz, yoshlarimiz uchun quryapmiz. Lekin agarki yoshlar ertangi kunni tabiatiga, uni yurishi, uni borishi, uni bizlar muddolarimizga, maqsadlarimizga erishishimiz uchun albatta kim birinchi navbatda, kim birinchi o'ziga bu mas'uliyatni olish kerak? Yoshlar. Ishonchimiz va tayanchimiz bo'lmish navqiron avlodning barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishini ta'minlash buyuk kelajagimiz poydevorini